Harakiri. Voy bile. Bugun obunachimiz talabidan kelib chiqqan holda katana yasaymiz. Harakiri. Katananing umumiy uzunligi 114 cm, dastasining uzunligi esa 30 cm. Himoya doirasining radiusi 4,5 cm. Katananing eni 4 cm teng. Xabaringiz bo'lsa kerak, katana tekis emas, biroz yoysimon shaklda bo'ladi. Ushbu katanada burilish farqi 2,5 cm teng. Bu ma'lumotlar orqali siz katana chizmasini chizib olishingiz mumkin. Xullas, ish qurollaringizni tayyorlang, biz boshladik. Katana chizmasi ikki bo'lakdan iborat desa ham bo'ladi. Hozir buni tushuntiraman. Dasta qismi hisobga olingan, ya'ni uzun chizmani birinchi bo'lak deb olsak, uni davomi birgalikda ikkinchi bo'lakni tashkil qiladi. Ikkinchi bo'lakda dasta uchun ajratilgan qism hisobga olinmaydi. Karton mustahkam emasligi sabab birinchi bo'lak uchun panerdan foydalandim. Siz metall, plastmassa yoki istalgan bir materialdan foydalanishingiz mumkin. Ikkinchi qism uchun xaritadan foydalandim. Gap shundaki, xarita uchun ishlatilgan karton qalin va silliq. Oddiy kartondan foydalanganimda kartondagi parallel chiziqlar bilinib qolishi mumkin edi. Qo'yin! Xaritani ikki qavat qilib yopishtirib mana shunday ko'rinishga keltirdim va ikkinchi qism chizmasini chizib oldim. Birinchi va ikkinchi qismni yopishtirishda dasta uchun ajratilgan 30 cm qism qoldirib, keyin yopishtiriladi. Ish so'ngida karton keskir metaldek ko'rinishga ega bo'lishi uchun qismlarni imkon qadar zich yopishtirish kerak. Katana mustahkamligini oshirish uchun epoksi qatrondan foydalandim. Agar sizda epoksi bo'lmasa, superkli yoki taxta yelimidan foydalanishingiz mumkin. Epoksi qurigach, katanani metall rangli bo'yoq bilan bo'yadim. Agar sizga sprey ko'rinishidagi bo'yoq qimmatlik qilsa, o'zingiz yashaydigan shahardagi avtomobillar uchun bo'yoq sotadigan do'kondan suyuq holdagi metall rangli bo'yoqni sotib olishingiz mumkin. Menimcha 10 ming so'mga bir dunyo bersa kerak. Katanadagi himoya doirasi va uning yonidagi bo'lakni tilla rangga bo'yadim va bo'yoq qurigach yanada yaltirab turishi uchun lak sepdim. Katana dastasini bog'lash uslubini mana shu rasmdan foydalanib bog'ladim. Agar sizga bu rasm tushunarli bo'lmasa, kommentariyada yozib qoldiring. Men o'z Instagram kanalimga bog'lash uslubini o'rgatish haqida video joylayman. Aytgancha, bizni Instagram, TikTok va Telegram orqali kuzatishingiz mumkin. Video ostida va kommentariyada havola qoldiraman. Video so'ngida kanalimiz haqidagi fikringizni va kelgusi videolarda qaysi super qahramonni qurol aslahasini yasashimizni istashingizni
kommentariyada yozib qoldiring. Bu siz uchun arzimagan ish bo'lishi mumkin, lekin biz uchun ushbu videoni ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Ya'ni biz uchun sizning kommentariyangiz qadrli hisoblanadi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Harakiri. Voy biля. Hay biля. Biля. 1,5 santimetr, katani eni 4 santimetr.